Iflos ekansan. Alamli shivirladim ortimda hech narsa bo'lmagandek ketib borayotgan leytenantga. Hali shoshmay tur. G'irromlik qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman. Meni behuda ayblayapsan, dedi u. O'rtaga katta pul tikilgan. Bu pullarning bir qismi meniki emas. Shunday ekan, yutgan taqdiringda ham baribir pulni senlarga berib qo'yadigan ahmoq yo'q. Leytenant, sen bu ishing bilan juda katta xatoga yo'l qo'yding. Shuni bilasanmi? Nima? Kelib, sen turmadan chiqmasligi noma'lum iprisqi meni qo'rqitmoqchi bo'lyapsanmi? O'zingga ko'p ishonaverma. Turmadan chiqmasam ham uncha-muncha joyda so'zimni ikki qilishmaydi. Bordi-yu biror ishkal yuz bersa, 3 kundan oshiq tirik yurmaysan. Men bunga kafolat beraman. Ovozingni o'chir. Yo'lakni deyarli bir aylanib o'tib karsiyerga yetganimizda leytenant serjantga to'xtashni buyurdi. Mana shu yerda dam olasan endi, la'nati. U eshikni ochib, ovozining boricha qichqirdi. Hov odamxo'r, mehmonni qabul qilib ol. Eshik tashqaridan yopilgach, karsiyerning bir burchagidan bo'yi men kabi baland, yo'g'on bilakli, sochlari qirib tashlangan. Ko'p urushganidan bo'lsa kerak, yuzlari o'ydim chuqur, og'zi bir tarafga hiyla qiyshaygan badbashara mahbus chiqib keldi. U menga yanada yaqin keldi-da, qaddini egib, ikki qo'lini orqaga qilgancha sovuq tirjaydi. Baqirdi u og'zidan tupuk sachratib. Keldingmi? Hozir sening qulog'ingni tishlab uzib olaman. Undan zarracha qo'rqqanim yo'q. Faqat egnidagi kiyimlarining iflosligi, tupuk oqayotgan og'zining beo'xshovligi ko'nglimni aynitib, o'zimni nari oldim. Qo'rqib ketdingmi, ha? Qo'rqdingmi? Ana shunaqa. Baqirishda davom etdi mahbus tobora menga yaqin kelib. Qulog'ing mazalimi? Mazalimi deb so'rayapman. Nega indamaysan? Yo soqovmisan? Shunday deb baqirarkan uni yo'tal tutdi. Vo ajab, bunaqasini umrim bino bo'lib ko'rmagandim. Mahbus har yo'talganda og'zidan tupuk o'rniga qon otilib polga tushardi. Bir zumda tomoqlardan tortib, kiyimlarining yoqasigacha qonga bo'yaldi. Axir buning ajali yaqin ekan-ku degan fikr o'tdi xayolimdan va jon holatda uni suyab, beton supachalardan biriga o'tkazdim-da, chetda yotgan lattani qo'limga olib, ho'llash maqsadida kranga chopdim. Ho'l latta bilan yaxshilab yuz ko'zini artganimdan so'ng mahbus sal o'ziga kelib, boshini orqaga tashladi. Nima, kasalmisan? So'radim undan. Nega sanchasga yotmaysan? Bu turishda o'lib ketasan-ku. Savolimga javoban mahbus qo'l siltadi. Qo'yaver, dedi u hamon qo'r yo'talishda davom etib. Bir boshga bir o'lim. Allaqachon pishganman. Endi davolanib qayerga ham borardim. Nega nazoratchi seni odamxo'r deb chaqirdi? U ma'yus jilmaydi. Sababini aytaymi? Ayt. Bir kuni mentning qulog'ini tishlab uzib olganman. Yo'q, nimaga? Kaltaklashlari jonimdan o'tgandi. O'shanda ham kasalmiding? Yo'q, soppa sog' edim. Shu sabab bo'ldi-yu, karsiyerdan chiqarmay qo'yishdi. Avvaliga bilinmagandi. Keyingi 2 oyda kasal kuchayib ketdi. Tushlarimda qandaydir arvohlar oyog'imdan tortadigan bo'lib qolishdi. Kasalim qo'ziganda ko'zimga qora kiygan maxluq sifat jonzotlar ko'rinadi. Meni g'ajiyman deb tashlana boshlaydi. Tag'in nimasini aytay? Uni yana yo'tal tutdi. 2 marta latta ho'llab kelib qonlarni artdim. Ammo foyda bermadi. Qaytanga nafas olishi og'irlashib, o'zini betonga tashlab yubordi. Yugurgancha borib karsiyer eshigini tepa boshladim. Hoy, kim bor? Vrach chaqiring. Odam o'lyapti. Eshik tuynugi sharaqlab ochilib, nazoratchining qip-qizil yuzi ko'rindi. Aldamayotganimga ishonch hosil qildi shekilli,
Birozdan keyin eshikdan Xomsemizdan kelgan boshqa bir nazoratchi bilan ichkariga kirishdi. Nima bo'ldi? Kim oldi? Men burchakda xirillayotgan mahbusga ishora qildim. Xomsemiz nazoratchi unga yaqin borib, qo'lidagi rezina tayoq bilan mahbusni turtib ko'rdi. E'tibor qilma, dedi u eshik tomon yo'nalib. Bor, nariroqqa borib o'tir. Hozir sanchasdagilarni chaqiraman, olib ketishadi. Ko'z ochib yumguncha karser ichi to'polon bo'lib ketsa kerak deb o'ylagandim. Afsuski unday bo'lmadi. Faqatgina oradan bir soatcha vaqt o'tganidan keyin kelgan vrach ayol deyarli jon taslim qilib bo'lgan mahbusning yuragini tinglab ko'rdi. Shundan so'ng o'rnidan turdi va bosh chayqab tashqarida turgan feldsherlarga mahbusni olib ketishni buyurdi. Bu orada karserga Jenya bilan qarta o'ynagan leytenant kirib keldida vaziyatni tekshirdi. Keyin nazoratchini qoshiga chorladi. Buni stakanga tashla, buyurdi u men tomon ishora qilib. Karser bunaqalar uchun mehmonxonadagi gap. Stakanga? Tutilib so'radi nazoratchi va leytenantning vajohatini ko'rib qo'shib qo'ydi. Ha, siz o'zingiz javob berasiz-ku. Qani, oldimga tush. Ana endi adoyi tomon bo'ldim. O'ylardim o'zimcha. Stakan nima ekanini bilaman. Tag'in kasalim qo'zg'alon qiladi. Basharti anavining kasalidan yuqtirib olgan bo'lsam, hayotdan umidimni uzib qo'yaversam ham bo'larkan. Shu ko'yi go'yo bo'sh o'rlangan devorlarni, panjaralardangina iborat uzundan uzun yo'lakni, biri supurgi, ikkinchisi chelak ko'tarib u yoqdan bu yoqqa o'tayotgan balandadagi mahbuslarni so'nggi bor ko'rayotgandek ularga boqqancha nazoratchining ortidan ergashdim. Mana 3 kundurki stakandaman. Tobora tasavvurim torayib, tevarakdagi ovozlarni, o'zimni o'rab turgan beton devorni ham idrok eta olmaydigan bo'lib boryapman. Ochiq qanim xuddi xayolimdan ko'tarilgandek tuyuladi. Og'zim quruqshaydi. Har yo'tal tutganda ichimning allaqayeri uzilib ketganday bo'ladi. Navbatdagi yo'tal kelguncha ichaklarim burab-burab og'riydi. Aftidan taxminlarim to'g'ri. Rahmdilligim tufayli kasalga chalinganga o'xshayman. Lekin karserdagi mahbus kabi og'zimdan qon kelmayapti. Shunisiga ham shukr. Demak, mening kasalim unchalik qo'rqinchli emas. Har qalay ertangi kundan umid qilsam bo'ladi. Meni ko'rib boshqalar burun jiyirishini, jirkanib ters o'girilishini xohlamayman. Mayli, nima bo'lsa bo'lsin. Biroq toza, orastalikda o'lish tarafdoriman. Tushga borib vujudim yona boshladi. Nafas olishim tezlashib, qaltiroq tutdi. Ichim kuyib boryapti-yu, ammo tanamning ustki qismidagi tuklar azbaroyi sovuq o'tganidan tik turibdi. Shu topda cho'zilib yotishni shunchalik ko'nglim tusadiki, asti qo'yaverasiz. Afsuski buning sira iloji yo'q. Stakanda faqat o'tirish mumkin xolos. Alamim kelib, boshimni muz devorga bosdim-u, ko'zlarimni yumdim. Biroq bu ham foyda bermadi. Borgan sari ichim alanga olyapti. Hali zamon qo'l oyog'imni qimirlatishga ham holim qolmasa kerak. Bora-bora hushimni yo'qotaman. Ana o'shanda jonim halovat topadi. Sovqotmayman, yo'talmayman, kuymayman. Alamzadalik qalbimni tirnamaydi. Hech kimni, hech narsani o'ylamayman. Ana, o'ziga kelyapti, ko'zini ochyapti. Kimlarningdir g'ung'ur-g'ung'ur tovushlari qulog'imga kirib, bazo'r ko'zimni ochdimda atrofga alangladim. Yo'q, men stakanda emas, kichik bir xonada, kravatda yotardim. Tepamda oq xalatli, og'zini doka bilan yopib olgan keksaroq bir ayol, uning yonida o'zim bilgan mayor turardi. "Xo'sh, qalaysan yigit?" so'radi ayol peshonamdagi terlarni sochiqda arta-arta. "Xayriyat, o'tkirga yo'liqmabsan. Omading bor ekan." Gapirgim, nimalarnidir so'ragim kelardi. Ammo tilim so'zga aylanmas, og'zimni ochdim deguncha yo'tal tuta boshlardi. "Urinmasdan jim yot.
menga dalda bergan bo'ldi ayol. Hozircha issig'ing tushmadi. Senga qimirlash ham mumkin emas. Hali biz sen bilan ko'p ishlar qilishimiz kerak, Murod, deya menga achinish bilan boqdim ayol. Sen o'lmasliging kerak. Tatyana Gennadievna, bu mahbusni nima qilib bo'lmasin tuzatishingiz shart. Men qo'limdan kelgan hamma ishni qilyapman. Keyingi gap so'zlarni anglay olmadim. Tag'in yo'tal tutdi. 5-6 marta jonim chiqqudek kuchli yo'talganimdan so'ng ko'z oldim qorong'ulashayotganini, xona chir aylana boshlaganini his etdim va qo'rqqanimdan ko'zlarimni yumib oldim. Yo'q, hali o'lishga erta. O'zimni qo'lga olishim, chidashim lozim. Shu kungacha bundan battar kunlarni ko'rgan odamga kasal nima bo'pti? Chidayman. Nafas olib tursam bas. Bardosh beraman. Shu xayollar bilan bosh aylanishim to'xtadi. Ammo ko'nglim aynishi bosilmadi. 3-4 o'qchidim. Yana hushidan ketyapti degan tovushlarni eshitdim. Ajablanarlisi, hammasi qulog'im ostida jaranglardi-yu, hech narsani idrok etmasdim. Roppa-rosa 1 oy deganda vrachlar meni deyarli avvalgi holimga qaytarishdi. Endi ha deganda yo'talavermaydigan bo'ldim. Ko'ngil aynishi, o'qchishlar ham barham topib, oz-ozdan ovqat yeydigan bo'ldim. Kunlarning birida palataga Aleksandr kirib keldi. U meni aylanib boshdan oyoq kuzatgach, qo'ltig'imdan olib kravatga o'tqazdi. Xayriyat, o'limga so'z bermabsan, Burgut, dedi u yelkamga qoqib. Hayron bo'ldim. Nega meni Burgut deb atadi? Ismimni bilardi-ku. Yo birov bilan adashtiryaptimi? Tushunmadim, dedim uning ko'zlariga boqib. Nega meni bunday atayapsan? Yo ismimni unutib qo'ydingmi? Aleksandr kulib yubordi. Seni unutib bo'larkanmi? Dedi kulgidan o'zini to'xtata olmay. Bratvalar senga allaqachon yangi ism qo'yib bo'lishgan. Endi sen faqat qarindosh urug'ing uchun Murodsan. Biz uchun esa Burgut. Hech qachon mag'rurligini tashlamaydigan Burgutsan. Bu nom senga boshqa turmalarga tushib qolganingda ham asqotadi. Nomingga bundan keyin ham munosib bo'lishga harakat qil. Bizlarni uyaltirib qo'yma. Tushundingmi, yigit? Burgut. Yangi nomimni qayta takrorlab jilmaydim. Yaxshi ism ekan. Rahmat, dedim unga. Mayli, gapni cho'zmaylik. Hali zamon ketadigan vaqtim bo'lib qoladi. Gap bunday. Tezroq bu yerdan chiqib, Jenya masalasini hal qilmasang bo'lmaydi. Jenya? Unga nima bo'ldi? Seni faqat kasalga chalingan desam, toming ham ketib qolibdimi deyman. Birga mentlar bilan qimor o'ynaganing yodingdan chiqdimi? Haqiqatdan bu voqea umuman xayolimdan chiqib ketgan ekan. Esladim-u, ichimga muz yugurgandek bo'ldi. Ha-ya, dedim xijolat omuz. Yonida bo'lganing chatoq bo'libdi. Bir o'zi borib mentlarning qo'lida o'lib ketishi kerak edi. Endi uni nima qilmoqchisizlar? So'radim o'g'ri boshidan. To'xta, deya kutilmaganda o'rnidan turdi Aleksandr. Jenyani qo'yib turaylik. Shundoq ham adabini yeb yuribdi. Senchi, tezroq bu yerdan chiqib boshqa ish bilan shug'ullanasan. Qanaqa ish? Qo'limdan keladimi? Qo'lingdan kelmasa senga aytarmidim. Gapning indallosi shuki, 3-4 kundan keyin bir ilojini qilib seni Sanchasga o'tkazib yuboraman. U yerda tanishlarim bor. O'shalar orqali pul, hujjat, mayda-chuydalar bilan ta'minlayman. 1-2 kunga ko'chaga chiqib kelishingga to'g'ri keladi. Ko'cha dedingmi? Shu birgina so'z quloqlarim ostida jarangladi-yu, yuragim hapqirdi. Shu topda turma nazoratchilaridan biri ichkariga mo'ralab yo'talib qo'ydi-da, dedi. Aleksandr, ketmasak bo'lmaydi. Hali zamon boshliqlar obxodga chiqib qolishsa, gap tegishi mumkin. Mayli, Burgut. Aleksandr o'rnidan turib yelkamga qoqdi. Tezroq tuzal. Qolganini xatada gaplashamiz.
Nihoyat butkul tuzalib qadrdon kameramga qaytdim. Kameraga butkul begona mahbuslarni joylashtirishibdi. Jenya negadir ko'rinmadi. Barchalari bilan bir-bir tanishib chiqqach, o'zim uchun ajratilgan birinchi qavatdagi kravatga cho'kdim. Shu ondayoq kimdir eski gazeta to'shab dasturxon soldi. Ko'z ochib yumguncha dasturxon usti yegulikka to'lib ketdi. Menga qarama-qarshi tomondagi kravatda o'tirgan Mishqi laqabli mahbus esa yugura kelib oyog'imdagi poyabzalni yechib oldi. Ha, Aleksanderning gapida jon bor. Xayolimdan o'tkazdim, yelib yugurib xizmat qilayotgan mahbuslarni kuzatarkanman. Rost akamiga obro'yim oshgan ko'rinadi. Shunday bo'lishi kerak edi. Bu darajaga yetish uchun ozmuncha azob chekdimmi? Qo'lim bilan imlab past bo'yli, yoshi 30dan oshgan mahbusni yonimga chorlab so'radim. Jenya qaysi kamerada? Bu so'rog'imni eshitgan boshqa mahbuslar ham harakatdan to'xtab, tepamda hozir bo'lishdi. U yo'qolib qoldi, javob qildi Mishqi. Qayerga yo'qoladi? Ignamida yo'qolib qoladigan. Bilmadim, Karserda deyishgandi, ammo u yerda yo'q, men surishtirib ko'rdim. Aytishlaricha, uni turma mashinasida qayergadir olib ketishibdi. Shundan beri yo'q. Hali u gapini tugatib ulgurmay, kamera tuynigi ochilib, nazoratchining ovozi keldi. Sharipov, tez 50-kameraga. Seni kutishyapti. Zum o'tmay Aleksanderning huzurida paydo bo'ldim. Seni sanchasga joylashtirishning iloji bo'lmadi, dedi u hali kursiga o'tirib ulgurmasimdan. Bunga hojat yo'q emish. To'g'ri aytishibdi, dedim pinagimni buzmay. Men soppa-sog'man. Sanchasida pishirib qo'yibdim endi. Mayli, boshqa biror yo'lini qilamiz. Nima qilib bo'lsa ham seni ko'chaga chiqaraman. Bu ishing uchun senga qancha minnatdorchilik bildirsam ham kam, Aleksander, dedim mamnunligimni yashirmasdan. Qanday minnatdorchilik bildirishingni hozir tushuntiraman. Bilasanmi? Aleksander biroz o'ylanib turgach davom etdi. Bir savdogar xotin bor. O'sha yaramas, menga ulush berib turadigan universal do'konni taftishchilarga chaqibdi. Taftishchilar hisob-kitob ishlarini ag'dar-to'ntar qilib, do'kon direktoriga qo'shib, 2 sotuvchini ham qamab qo'yibdi. Shu taftish bahona menga o'lpon beradigan boshqa do'konlarni ham muhrlab ketishibdi. Xullas, o'sha qanjiq men bilan o'ynashyapti. Uni tanirmiding? Dedim gapini bo'lib. Albatta taniyman. Ishonsang, bir paytlar oddiy bozorchi edi. Eski-tuski kiyim-kechak sotib kun ko'rardi. Qachon qarama mendan qarz so'ragan edi. Endi bo'lsa yaxshilikni bilmagan megajinning ishini ko'rsangchi. Shunaqa degin. U holda bu ishni shunday qoldirib bo'lmaydi. Ayol kishiligiga ham qarab o'tirmasdan uni jazolash kerak. Faqat ehtiyot bo'lgan Burgut, uqtirdi Aleksander. Bratvalarning aytishlaricha, u mansabdor mentlardan birining jazmani emish. Bilasan-ku, undaylardan har baloni kutsa bo'ladi. Tashvishlanma, dedim ishonch bilan. Shunday qilamanki, tug'ilganiga pushaymon bo'ladi. Barakalla Burgut. Sen bilan hali buyuk ishlar qilamiz. Bexavotir ishlayver. Yaqinda seni turma bo'yicha mas'ul etib tayinlayman. Nima? Meni? Bunday gapni kutmaganim uchunmi, ko'zlarimni katta-katta ochib, Aleksanderga hayrat aralash tikilib qoldim. Jenyachi, uni to'sha Jenyani. Aleksander aftini burishtirib teskari qaradi. Uning bir ikkita ishkali bor ekan. Adabini yeb yuribdi. Aleksander, unga nima bo'ldi o'zi? Yo'qolib qolganmishmi? Ha. Aleksander bir kerishib olib, stol ustidagi konyakdan qadahlarga quydi. Berkitib qo'yganmiz. Yaxshisi, bu haqida kamroq surishtir. Sening ishing boshqa. Jenya qilmishiga yarasha jazolanyapti. Kel, sog'ayib ketganing uchun olaylik.